Qandli diabet qanday kasallik? U semizlik bilan qanchalik bog'liq? Qandli diabet bu ajralayotgan insulin miqdorining kamayishi yoki organizmning unga bo'lgan sezuvchanligining yo'qolishi hisoblanadi. Qandli diabetni ikkita, birinchi va ikkinchi tiplari mavjud. Qandli diabet birinchi tip kasalligi bu 30 yoshgacha aniqlanadigan, genetik o'tish ehtimolligi kam bo'lgan kasallik hisoblanadi. Bu kasallik belgilariga ko'p ovqat, suv iste'mol qilish, tez-tez peshobga chiqish va tana vaznining kamayishi kiradi va bu belgilar doimo kuzatiladi. Qandli diabet birinchi tip kasalligi semizlik bilan bog'liq emas va doimo davolashda insulindan foydalaniladi. Qandli diabet ikkinchi tip kasalligi bu 40 yoshdan keyin aniqlanadigan, nasldan naslga o'tishi yuqori bo'lgan kasallik hisoblanadi va uni keltirib chiqaruvchi sabablarga noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakatning kamligi hamda semizlik kiradi. Ushbu kasallik semizlik bilan bog'liq hisoblanadi hamda asosiy muammolardan biri insulin davolashda har doim ham yordam beravermaydi.